Assalomu alaykum o'rtoqlar. Azizlarim, bugun sizlar bilan Ucell ilovasini qanday ochishni, bu ilova nimalarga qodirligini ko'rib chiqamiz. Ucell ilovasiga kiramiz. Qabul qilish xohlamayman bosamiz. Nomerimizni kiritamiz. Bu nomerimiz telefonimizda faol bo'lishi shart albatta. Davom etishni bosamiz. Nomerimizga SMS keladi. SMS ko'rib olamiz 95. Bo'lmadi. Kodni tezda terishlaringiz lozim. Negaki kod eskirib qolishi mumkin, ko'rib turganlaringizdek. 20 soniyadan keyin qaytadan urinib ko'ramiz. Uzr vaqtlaringizni so'rayman. Videoni oxirigacha ko'ring azizlarim. Mehnatimni qadrlab bitta obuna bo'lib qo'ysangiz men uchun katta podдержкаларingiz bo'ladi. 2-1. Ilovaga kirdi. Ya'ni ilovaga kirish uchun shaxsingizni tasdiqlashingiz lozim. Kod qo'yasiz. Kodni tasdiqlash uchun yana bir marta qilasiz. ID. Ilovangizga o'zingiz xohlagan IDmi yoki nomni qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Agar xohlasangiz, agar xohlamasangiz yo'qni bosib ilovaga kirib olasiz. Azizlarim, ilovaga kirdi mana. Orqaga balansni to'ldirish yo'q. Ortga yo'q. Azizlarim, bu ilovani ustunligi. Ilova sim kartangizda nech pul balans bor, oylik tarif qanaqa, qachon o'chadi, qachon pul tashlanishini ko'rsatadi, qancha SMS qolganini ko'rsatadi. Qiynalib yotmaysiz o'rtoqlar, bu ilovani yuklab oling. Negaki zarur bo'lgan vaqtlar bo'ladi. Misol uchun deyarli bilmay qolishingiz mumkin. Sim kartangizda qancha pul bor, necha bilan ko'rishni bilmaysiz. Unda hamma narsa ochiq oydin ko'rsatib o'tilgan o'rtoqlar. E'tibor bering. Keyin yana bir gapni aytishim kerak azizlarim. YouTube kanalimizga obuna bo'ling va mobil ilovamizni hoziroq yuklab oling. Eng so'nggi kontent va maxsus takliflardan xabardor bo'ling. Ilovani oling, do'stlaringizga ulashing va biz bilan birga o'sing. Har bir obuna sizga eksklyuziv kontent, foydali maslahatlar va dolzarb yangiliklarni taqdim etadi. O'rtoqlar, mehnatimni qadrlab bitta like bosib, do'stlaringizga tarqatib obunani bosib ketinglar. Oz qoldi, 1000 ta bo'laylik iltimos sizlardan.